Assalomu alaykum barchaga. Bilamizki, har qanday biznes egasi uchun oy yakunida qancha foyda yoki deylik, qancha zarar qilgan raqamini aniq ko'rish juda muhim hisoblanadi. Odatda mana shu foyda qanday hisoblanadi? Oy davomidagi jami oborotdan sotilgan mahsulot tannarxi va keyin boshqa qilingan xarajatlarni ayiramiz. Lekin juda ko'pchilik inobatga olmaydigan bir masala borki, buning natijasida oy yakunidagi foyda summasi haqiqatdan ancha yiroqlashib ketadi. Ya'ni biz xarid qilgan asosiy vositaga to'langan summamizni hammasini o'sha oy xarajatlari tarkibiga qo'shib yuboramiz. Buning natijasida nima bo'ladi? Har oy foydada ishlab kelayotgan korxona ana shu asosiy vosita sotib olgan oy yakunida katta ehtimol bilan zararda chiqadi va tabiiyki bu hisobot noto'g'ri xulosalarga olib keladi. Bugungi kunda rasmiy buxgalteriya bilan shug'ullanadiganlar odatda 1S platformasidan foydalanishadi va unda asosiy vositalar va ularni amortizatsiya qilish tartiboti aniq-tiniq yuritiladi. Lekin korxona ichki moliyasini yuritish uchun tuzilgan ko'plab dasturlarda bu amaliyotni qo'llash tartibi hisobga olinmagan va shuning uchun ko'pchilik asosiy vositaga qilingan xarajatlarni o'sha oyning o'zidayoq xarajatlar tarkibiga kiritishadi va tabiiyki moliyaviy natija noto'g'ri shakllanadi. Bugungi videomizda mana shu holatga qanday yechim qilish mumkinligini amaliy tartibda ko'rsatib o'taman. Keling, dastavval amortizatsiya tushunchasini aniqroq tushunib olamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, amortizatsiya asosiy vositani, ya'ni asosiy vosita biz uchun bino, uskuna, transport va hokazo bo'lishi mumkin. Ana shularni qiymatini uning foydalanish muddati davomida xarajatlarga bosqichma-bosqich o'tkazib borish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni qisqacha aytganda, asosiy vosita eskiradi, qiymati bir martada emas, yillar davomida xarajatga yozib boriladi. Ya'ni xarajatga biz xoh uni mahsulot tannarximizga kiritishimiz mumkin yoki prochi rasxod sifatida biz moliyaviy natijamizdan ayirishimiz mumkin. Nima bo'lganda ham bu bizni sof foydamizga bevosita ta'sir qiluvchi raqamlarni tashkil etadi. Deylik, bu yerda misol keltirilgan korxonani o'rtacha bir oylik moliyaviy natijasi. Ya'ni korxona bir oyda deylik savdo korxonasi sifatida ko'radigan bo'lsak, 50 million so'mlik oborotni amalga oshiryapti va sotgan tovarlarning tannarxi 30 million va boshqa qilingan xarajatlar, bu transport xarajatlari, kommunal to'lovlar bo'lishi mumkin yoki administratsiyaga oyliklar bo'lishi mumkin. Deylik, mana shu 13 million va shuning natijasida korxona sof foydani 7 millionlik summa bilan yopyapti. Ya'ni oyni 7 million foyda bilan yakunlanyapti. Endi korxona deylik ishlab chiqarish uchun biror yangi stanokni xarid qilyapti. O'zi biror narsa ishlab chiqarmoqchi va shuning natijasida korxona 20 million so'mga asosiy vosita, ya'ni ma'lum bir stanokni xarid qilyapti. Endi agar korxona mana shu stanokka tikilgan pulni bir martani o'zidayoq korxonani xarajatlar tarkibiga kiritadigan bo'lsa, u xoh mahsulot tannarxida bo'lsin, xoh prochi xarajat sifatida ayrilsin, farqi yo'q. Yakundagi sof foydamizga ta'sir qiladi va korxona tabiiyki bu holatda zarar bilan chiqadi. Endi buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun mana ko'rib turganingizdek, biz stanokni foydalanish muddatini deylik 36 oy, ya'ni 3 yilga deb belgilaymiz. Biz hozirgi mavzuyimizda asosiy vositalarga qanday amortizatsiya hisoblash usullari yoki ularni qayta baholash haqida gaplashmaymiz. Bu haqda alohida bir videolar tayyorlashimiz mumkin. Asosiysi stanokni biz bir martada xarajat sifatida e'tirof etmaslik va uni 36 oy davomida oyma-oy deylik, bizning misolimizda 555.556 so'mdan ishlab chiqarilayotgan yoki sotilayotgan mahsulot tannarxiga yoki prochi xarajat sifatida finotchotimizda ko'rsatishimizni aks ettirishimiz kerak. Ya'ni har oyda korxonadan 555.000 so'm mana shu stanokni ulushiga xarajat deb biz hisobdan chiqarishimiz kerak. Buni biz avval ko'rib o'tgan mana bu ishlab chiqarish optimal dasturimiz misolida hozir ko'rsataman. Asosiy biz bugun o'rganadigan narsa mana shu. Ya'ni siz xoh Excelda shunaqa platformada o'zingizni hisoblaringizni yuritishingiz mumkin yoki boshqa qanaqadir bir o'zingiz tayyorlayotgan dasturda yuritishingiz mumkin. Buni ahamiyati yo'q. Xohlang siz qog'oz, ruchkada yuritishingiz mumkin bu masalalarni. Lekin asosiysi bizni moliyaviy natijamizda mana shunaqa asosiy vosita sotib olganimizda nima qilishimiz kerakligini yechimini bugun ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda misollarni keltirganman. Xomashyo omborida masalan bizda un va shakar bor.
tayyor mahsulot omborimizda bizda mana 4 ishlab chiqarganmiz va bularni mana normalarini belgilab qo'yganman. Oldindan tayyorlangan ma'lumotlar bular va shularning natijasida bizning moliyaviy natijamiz yanvar oyi uchun 3 million so'mlik sof foyda bilan yakunlash arafasida turibdi. Lekin deylik oy yakuniga borib yoki oyning o'rtasida korxona 20 million so'mga stanok xarid qilyapti. Mana shu holatda nima bo'ladi? Biz ana shu stanokni avval aytib o'tgandek 20 million so'mni agar biz xarajat sifatida yoki deylik mahsulotimizni tannarxida kiritib yuboradigan bo'lsak, korxona yanvarni demak sof foyda bilan emas, sof zarar bilan yakunlashiga to'g'ri keladi va bu albatta noto'g'ri hisob-kitob sanaladi. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Dastavval biz hozir kassamizni ko'rib olamiz. Kassamizda demak 1-yanvar kun boshiga 30 million so'mlik qoldig'imiz mavjud va xarajatlarga mana 150 ming so'mlik biz xarajatlarni amalga oshiryapmiz. Ya'niki bu xarajatlarimiz bizda transportga qilingan xarajat va bu bizni moliyaviy natijamizda boshqa xarajatlar tarkibiga kelib tushyapti. Endi biz ana shu sotib olgan stanogimizni, ya'ni to'g'ri asosiy vositamizni qanday hisobga olishimiz kerak? Buning uchun dastavval поставщикlar hisobotiga biz qo'shimcha stanok degan qo'shimcha поставщик nomini yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Va endi mana shu поставщигimizga biz pul chiqarishimiz kerak. Ya'ni biz stanokka pul berdik va stanok oldik amaliyotda, lekin biz stanokni kirib kelishini bir martada emas, ana shu bo'lib xarajatlarga oyma-oy olish maqsadida mana shu demak amaliyotni amalga oshiryapmiz. Bu bir ayyorona usul, lekin hisobotlarimiz to'g'ri shakllanishiga sabab bo'ladi. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Поставщикka biz pul berishga kiramiz. Deylik 20-yanvarda поставщик endi bizda stanok tipi biz naqd pul berishimiz mumkin. Bunda 20 million so'mlik summani chiqarib beryapmiz. Bunda nima bo'ldi? Bunda hozir kassamizni ko'radigan bo'lsak, mana поставщикlarga 20 million so'm pul chiqarib yubordik va bizning kassamiz to'g'ri shakllanyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, поставщикlar hisobotini ko'radigan bo'lsak, bizda bu yerda 2025 qolib ketgan. Mana bunday qilamiz. Va mana bizda stanokka 20 million so'mlik pul beryapmiz. Shuning natijasida biz stanok nomli поставщикdan hozircha 20 million so'm haqdormiz. Ya'ni bu nima degani? Bizni qaysidir kontragentdan, bu поставщик bo'ladimi yoki klient bo'ladimi, haqdorligimiz ham va o'zimizni qandaydir seximizda turgan stanogimiz ham biz uchun asosiy aktiv hisoblanadi. Xoh u ko'rinishda bo'lsin, xoh bu ko'rinishda bo'lsin, agarki biz hozir mana shu stanokni deylik sotadigan bo'lsak, yana 20 million so'mga sotish ehtimolimiz katta bo'ladi. Yoki agar поставщикdan haqqimiz bo'ladigan bo'lsa, buni biz pul ko'rinishida olsak, bizda endi ana shu aktivimiz endi pul ko'rinishiga o'tib qolgan bo'ladi. Mana shu holatda bizni bir aktivimizni ikkinchi aktiv orqali ko'rsatish amaliyotini biz qo'llab ketyapmiz. Xo'p, endi biz bu narsani oyma-oy hisobdan chiqarib borishimiz kerak. Endi deylik yanvar oyi yakunlanyapti va endi stanokni bir qismini, ya'ni 555 ming so'mlik summani biz xarajat sifatida e'tirof qilishimiz kerak. Buni qanday amalga oshiramiz? Buning uchun endi bu yerda hozir bir qancha masalan operatsiyalar bo'ldi, kirdi chiqdilar, tovar sotdik, xomashyo xarid qildik va hokazo. Mana shu amaliyotlardan keyin 31-yanvar holatiga biz amalga oshirishimiz kerak bo'lgan, xuddiki rasmiy buxgalteriyada korrektirovka qiluvchi shotlar demak tizimidan foydalangan holatda provodkalar beriladi. Mana shu holatda biz o'zimizni misolda ko'ramiz. Ya'ni nima qilamiz? Endi biz mana shu поставщикdan pul olamiz. Endi mana shu qilgan amaliyotimizni teskarisini amalga oshirishimiz kerak. 31-yanvar holatiga demak stanokdan yana naqd holatda endi minus 555.556 so'mlik summani biz qaytarib olishimiz kerak. Ya'ni minus bilan biz qaytarib olamiz. Bunda bizni kassamizda mana bu 20 million so'mlik kamayadi va tabiiyki kassamizdagi qoldiq ko'payib qolyapti. Endi mana shu kirib kelgan pul bizga aslida endi kirib kelmadi, ya'ni kassamizni endi to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Biz
xarajatlarga o'tamiz va xarajatlar hisobida ko'rsak, mana amortizatsiya turkumini kiritib olganman va xarajatlarni yozib borishda 31 yanvar holatiga, agar biz buni xohlasak rasxod, xohlasak ana shu mahsulot tannarxiga kiritishimiz mumkin. Keling, masalan, buni tannarxiga kiritib yuboramiz va bu yerda amortizatsiyani naqddan 555.556 so'mlik summani xarajat sifatida chiqarib yuboramiz. Bunda nima bo'ladi? Bizni kassamiz yana to'g'rilanib qoladi va bizni xarajatlar hisobotimizda mana bir oylik amortizatsiya summamiz, demak, mahsulotimiz tannarxiga qo'shilib qolyapti. Xuddi shu tartibda keyingi oylar uchun ham mana shu korrektirovkani amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni поставщикka o'tamiz. Deylik 28-fevral holatiga yana stanokdan biz mana shu summani qabul qilib olamiz va yana xarajatlarni yozishda endi 28-fevral, ya'ni oy yakunida yana tannarxga agar kiritayotgan bo'lsak, amortizatsiya, naqd va mana shu summani chiqarib yuboramiz. Mana shu holatda bizni umumiy, demak, hisob-kitoblarimiz, balansimiz va moliyaviy natijalarimiz buzilmagan holatda to'g'ri yo'nalish bo'yicha amalga oshirilgan bo'ladi. Va bu yerda ko'rib qo'yishimiz kerak, mana поставщик hisobotida mana bu stanogimizni qiymati sekin astalik bilan, demak, yemirilib boryapti va o'z o'rnida biz ishlab chiqarayotgan ana shu mahsulot tannarxiga o'zini qiymatini asta-sekin o'tkazib boryapti. Ko'rib turganingizdek, bugungi mavzu biroz murakkab. Shuning uchun videoni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Sababi har qanaqa korxona bo'lsin, bu ishlab chiqaruvchi yoki savdo tashkiloti yoki xizmat ko'rsatuvchi bo'lsin, albatta bularda asosiy vositalar bo'ladi va ana shu o'z qiymatini, ya'ni amortizatsiya qilish yo'li bilan bizni moliyaviy natijalarimizga bevosita ta'sir qiladi. Asosiy ko'zlagan maqsadimki, mana shu amaliyotni o'zingizni korxonangizda qo'llab ko'ring va oy yakunidagi yoki yil yakunidagi hisobotlaringizni, to'g'riroq moliyaviy natijalaringizni to'g'ri shakllantirish orqali ozgina bo'lsa-da xotirjamlikka erishishingiz meni ko'zlagan maqsadim. Ya'ni raqamlar to'g'ri bo'lsa, albatta ko'ngil xotirjam bo'ladi. Buguncha shular. E'tiboringiz uchun barchangizga kattakon rahmat.